Mana bu увлажнитель har doim qabrimga kelganlar biladi. Juda ham ko'pchilikka увлажнитель tavsiya qilaman. Atopik dermatit bilan kelishsa ham, allergik rinitlar bilan, yo'tal bilan kelishsa ham, bronxial astma bilan kelishsa ham hammaga увлажнитель ishlatinglar deb tavsiya qilaman. Увлажнитель juda ham muhim. Havodagi namlikni me'yorida qilib ta'minlab beradi. Ayniqsa mana shu qish paytida, отопление sezonlarida havodagi namlik tushib ketadi. Отопление yoqilgani hisobiga uyda havo quruq bo'lib ketadi. O'shani hisobiga teri ham quriydi, shilliq qavatlar ham quriydi, yo'tallar, burun bitishlari kabi holatlar juda ham ko'p uchrab turadi. Увлажнитель bo'lsa, shu terini ham, shilliq qavatlarni ham namlantirib turishga yordam beradi. Nafas olish ham yengillashadi. Atopik dermatitda terini holati ham ancha yaxshilanadi. Увлажнитель ishlatganimizda o'sha havo namligi mana ko'rib turibsizlar 52% ko'rsatyapti. Hozir bu norma. 40% dan 60% gacha oralig'ida bo'lsa, normal влажность hisoblanadi uy uchun. Mana shunaqa увлажнительlarni ishlatishni tavsiya qilaman.